Sen meni qo'rqitmoqchi bo'lyapsanmi? Liftdan keta xona. Alo. Opa, bizga ikkita g'alati odam hujum qildi. Nima, menga telefon qilyapsan, ichki ishlarga telefon qil. Akam bilan mushtlashib qolib ketdi. Ular yordamga mushtlashmaydi, juda sodiq odamlar. Bizga chorniy magiya xalaqit beryapti. Ishni tezlashtirmasak bo'lmaydi. Men yo'lga chiqdim. Opping vaqt o'tkazadigan xonaga mana bor. Telegramda lokatsiya tashlab qo'yganman. Tezroq keling. Farzona. Ahvollaring joyidami? Sizga ish narsa qilmadimi? Hey, anu barzangilardan zo'rg'a qutuldim. Sani yuzingga nima qildi? Ana barzangilar menga ham tashlab, urib tashladi. To'xta Farzon. Farzona. Qayerga ketyapsan? Qattiq sho'rg'oldingmi? Farzona, to'xta. Samini, Yuring, biz sizni kutyapmiz. qo'rqitib yubording. Hammasiga men aybdorman. Men kechikdim. Meni ko'zimga уже har xil narsalar ko'rinishni boshlayapti. U bizga xalaqit bermoqchi. Menga ham kecha sevgan qizingiz hujum qildi. Sevgan qizim? Opam, shu xonada juda ko'p o'tirib, oynaga qarab repetitsiya qilardilar. Meni sevgan qizim Safiya chet elga chiqib ketgandi. Haligacha siz yoningizga qanaqa qilib kelganiga ishona olmayapman. Mendan g'azabda ish qilib sizlarga hech narsa qilmadimi? U sizdan g'azablanmayapti, lekin sizni sevgan qizingizning ichidagi qora jin mana o'sha g'azablanyapti va bizlarga xalaqit berib, rohatlanyapti. Men shu xonada u bilan bog'lanishga harakat qilaman. Biz qaytdik do'stlar. Bizni taqdirimizga qiziqyapsizlarmi? Unda bu video qachonki 100 ming like va 100 ming kommentariy bo'lsa, 12 soat ichida davomi chiqadi.